Mana bu video Instagramda 28 million ko'rilgan. Ukasini tushirib yuboradi. Va u yoqdan otasi eshitib kelyapti. Va eng ta'sirli joyi mana shu yeri. Farzandini bag'riga bosib, hammasi joyida deyapti. Va shu holat davom etyapti. Mani xatoyim, o'g'lim seni xatoying emas deb 괜찮아. yana o'g'lini bag'riga bosadi. 괜찮아. Bu videodan o'rganadigan 3 ta narsamiz bor. Birinchisi bu koreys tili ifoda. Ya'ni ota qayta aytayotgan mana bu kensana so'zi juda ham talaffuzga ham oson va koreyaliklar ko'p ishlatadi. Kensana hammasi joyida degani. Faqat bu sansirash shakli. Sizlamoqchi bo'lsangiz oxiriga yo qo'shimchasini qo'ysangiz bo'ldi. Kensanayo. Agar kimgadir savol bermoqchi bo'lsangiz, ya'ni hammasi joyidami deb, unda oxirini savol ohangiga o'zgartirasiz. Kensanayo mana shu tartibda. Va ikkinchisi esa bu chalmot qo'shimchasi, ya'ni xato. De chalmoshiya, mening xatoyim. Ne chalmoshiya, sening xatoying. Yoki ne chalmot anya, sening xatoying emas. Yoki xato qildim desak, fe'l shaklida chalmotessoyo bo'ladi. Va uchinchisi, otani mana shunaqa vaziyatda farzandiga qilgan muomalasi. Agar so'kib yoki urganda bu bola stressga tushardi va katta bo'lganda qo'rqoq bo'lib o'sgan bo'lishi mumkin edi. Mana shu narsani o'rgansak arziydi.